the most obsolete idea is go to school, get a job, work hard, save money, get out of debt and invest for the long term in the stock market. Boy va qashshoq dunyoqarash. Maktabga bor, ish top, mablag' to'pla, qarzlardan xalos bo'l, katta bozorga sarmoya kirit. Bu gaplar ko'pchiligimizga tanish. Biroq million dollarlab pullar bosib chiqarilayotgan paytda pulni asrashdan ma'no nima? See, why would you save money when they're printing trillions of dollars? The gap between the 1% and 99% is massive. 1% va 99% o'rtasida juda katta farq mavjud. Gap faqat pulda emas. Siz masalaga kengroq nazar solishingiz kerak. Xo'sh, nima qilmoq lozim? Barchamizning ichimizda bir qashshoq inson yashaydi. Mening ichimda u hali ham mavjud. Ichimizdagi bu xarakterimiz bizni xavfsiz bo'lishimizni istaydi. Unga qolsa faqat maosh olib umr guzaronlik qilsak ham bo'laveradi. Biroq ichimizda boy inson xarakteri ham mavjud. Bu xarakter barchamizning ichimizda birdek mavjud. Sizga maktabda o'qish, yaxshi ish topib maosh olish kerakligi o'rgatilgan, lekin qanday qilib boy bo'lish mumkinligi o'rgatilmagan. Boy ota, kambag'al ota asarimni o'qigan bo'lsangiz, mening boy otam menga pul berishni rad etganda, u maosh hayotingdagi eng zararli narsadir, chunki maosh olgan zahoting sen ishchiga aylanasan va mana shu hayotga ko'nikib qolasan deb aytdi. Shu sababli ham boy otam menga pul to'lamasdi. Kambag'al ota esa hukumatda ishchi bo'lib ishlardi. U odamlarga maosh to'lash kerak deb qaytarardi. Boy ota maosh yomon narsa deb aytmayotgan edi. Aksincha, u pulning quli bo'lib qolmasligimni istardi xolos. Biznesmen sifatida boy otamning ishi yaxshi edi. U aytardi: "Men boshqa biznes ochaveraman. Maoshga muhtojligim yo'q. Agar mamlakatim meni yoqtirmasa, men boshqa yerga ko'chaman." Tadbirkorlarga talab boshqa yerlarda ham ko'p. Shunday ekan, tadbirkorlikni biznes sifatida emas, balki dunyoqarash, fikrlash tarzi sifatida ko'rish lozim. Tadbirkor o'zi uchun yangi qonunlar yaratishi va ularga ko'ra ish tutishi mumkin. Bilasizmi? Men kichik biznesda katta biznesni yuritadigan tartiblarim bilan ish ko'rmayman. Tadbirkorlik avvalo dunyoqarash, so'ngra esa mahorat va qonun qoidalarini o'z ichiga oladi. Sizning ishchi ekanligingiz yoki biznesingiz kichik ekanligiga qarab qoidalar, fikrlash tarzi va zaruriy qobiliyatlar bir-biridan farq qiladi. Hech qachon biznes bilan shug'ullanmagan va biznesda katta muvaffaqiyat qozonishni ko'zlagan insonga qanday maslahat bergan bo'lar edingiz? Ularga men bilan sodir bo'lgan bir voqeani aytib bergan bo'lardim. Bu mening so'nggi maoshim bilan bog'liq. O'sha kun hayotimdagi eng yaxshi va eng yomon kun edi. Men Puerto Ricoda edim. Xeroxda ishlar edim. Xo'jayinim menga so'nggi maoshimni berdi. Adashmasam u $30,000 atrofida edi. Lekin u faqat soliqqa to'lashga ishlatiladigan pul edi. Men chekni qabul qilgach, "Ey Xudo" deb yubordim. Bilasizmi? Men hayajonlangan edim. Lekin jahlim ham chiqqan edi. O'shanda Jon ismli bir yigit oldimga keldi va "Sen hali ishga qaytasan" deb aytdi. Men nega deb so'radim. "Chunki sen muvaffaqiyatsizlikka uchraysan" javob qaytardi u. Men jahlda unga so'kinish bilan javob qaytardim. Chunki uning o'zi shunday qilgan edi. U Xeroxni tark etib ishi yurishmay qaytib kelgan edi. Men unga "Quloq sol. Sen muvaffaqiyatsizlikka uchrading va qaytib kelding. Mening omadim yurishmay qolsa ham orqaga qaytmayman" deb aytdim. Ana shunday dadillikka erishish lozim. Agar mayli, omadim kelmasa qaytib kelaman deb aytsangiz, rostdan ham xuddi shu narsa ro'y beradi. Men muvaffaqiyatsizlikka uchragan chog'larimda haqiqiy biznesmen bo'lib yetisha boshladim. Chunki yillar davomida mablag'siz qolishimga to'g'ri keldi. Hattoki maosh ham olmasdim. Shuning uchun ham mening boy otam meni quyidagi so'zlar bilan ruhlantirardi: "Ko'rdingmi? Agar maosh olmasang, sen och qola boshlaysan va miyangni yaxshiroq ishlatishga majbur bo'lasan. Bu xarakteringni chiniqtirishdir. Insofsiz, aldoqchi, tovlamachi va o'g'ri bo'lasanmi yoki yaxshi inson bo'lib yetishasanmi?" Biznesmen bo'lishning foydali jihati shunda. Siz hech narsasiz qolgan paytingizda aslida kim ekanligingizni kashf eta boshlaysiz. Holatga kengroq nuqtai nazardan turib qarasak, ko'plab odamlar men bilan nima sodir bo'ladi degan savol ustida bosh qotirishadi. Lekin kattaroq jabhada qaraydigan bo'lsak, nimadir yomonlik sodir bo'lganda qandaydir yaxshilik ham sodir bo'lishini anglab yetamiz. Biroq sizni oldinda kutib turgan narsalarga tayyor turishingiz kerak. Keyingi 20 yil sizning oxirgi 20 yilingiz bo'lish haqida o'ylasangiz, dahshatga tushasiz. Bilasizmi, biz supermarketga borib sut sotib olsak, uning yaroqlilik muddatiga nazar solamiz. Biroq ko'plab odamlar o'z miyalarining yaroqlilik muddati haqida o'ylab ham ko'rmaydilar. Men qarzlarimdan qutulish o'rniga yanada ko'proq qarz oldim. Yaqindagina qarzlarim 300 millionga yaqinlashib qoldi. Men 5% manfaatdan 2,5% manfaatga o'tdim. Men bu orqali katta pul topdim.
Har oy yanada ko'proq pul kirib keldi, chunki men ishlatadigan pul miqdori kamaygan edi. Shunday ekan, ba'zi iqtisodchi ekspertlar qarzlardan qutul deb aytsa, men ulardan qanday qilib foydalanishni o'rgan deyman. 1973-yil yanvarda Vyetnamdan qaytganimdan so'ng boy otam menga maktabga borishni va sarmoya kiritishni o'rganishimni aytdi. Ammo men sarmoya kiritishni emas, qarz va soliqlar bilan ishlashni o'rgandim. Qarz va soliqlar boylarni yanada boyitadi. Qarz va soliqlar kambag'al va o'rta qatlamni qashshoqlashtiradi. Doktor yoki huquqshunos kabi boylar muvaffaqiyatsiz bo'ladi. Doktorlar muvaffaqiyatsiz bo'ladi. Albatta, ular ko'proq pul ishlab topishyapti, ammo uylariga kamroq pul olib kelishyapti. Mening doktorim bir kuni menga qarab baqirdi va nihoyat $1 million mablag'ga ega bo'ldim deb xursandchilik bilan aytdi. Bu voqea 3 hafta oldin sodir bo'lgandi. Men undan soliqqa qancha pul to'lashni so'radim. U $650 ming deb aytdi. Demak, uning puli $450 ming atrofida ekan va bu uncha yomon emas. Biroq men $1 million ishlab topsam, men uning barchasini o'zimda saqlayman. Buning sababi shundaki, men bu mablag'ni pul uchun ishlash yo'lida orttirmayman. Agar maosh uchun ishlasangiz, sizga soliq tortiladi. Shu sababli ham boy ota kambag'al otadagi eng birinchi qoida shunday. Boylar maosh uchun ishlamaydi. Ular tadbirkorlik qilishadi. Ular yer mulkiga egalik qilishadi. Men bozorga sarmoya kiritmayman. Buning sababi shundaki, biznesmen sifatida men o'z daromadim va to'laydigan soliqlarim ustidan nazorat o'rnatganman. Men ham tadbirkor ham yer mulki bo'yicha sarmoyador bo'lsam, hech qancha soliq to'lamayman. Shu sababli har doim biznesmen sifatida $1 million ishlab topganimda uni yer mulki uchun sarmoya kiritishga sarflayman. Men shunday qilib $1 million ni bankdan $4 million qilib olaman. Shu sababli men banklarni yoqtiraman. Albatta, ular ko'pchilikka qiyinchilik tug'diryapti, ammo menga juda katta naf keltiryapti. Aytmoqchisizki, banklar sizdek insonlarga foydali, ammo pul uchun ishlaydiganlar uchun zarar, shundaymi? Pulni saqlab yuruvchilar va maosh uchun ishlaydiganlar zarar ko'radi. Qarzdorlar esa foyda ko'radi. Qarz va soliqlardan oqilona yo'lda foydalanish badavlatlarni yanada boyitadi. Kambag'allarni esa yanada qashshoq ahvolga soladi. Siz har doimgi g'oyalarga ko'ra ish tutsangiz, har doimgi natijalarga erishasiz. Ko'pchilik odamlardagi g'oya esa maktabni o'qish, ish topish, qattiq mehnat qilish, pul to'plash, qarzlardan qutulish, uy sotib olishdir va bu eskirgan g'oya. Dunyo o'zgargan. 1971-yilda prezident Nikson oltin borasidagi mezonlarni o'zgartirganida dunyo o'zgargan edi. Maktablarni yo'qotsak nima bo'lardi? Hech qanday ta'lim tizimisiz hammasi yaxshiroq bo'lgan bo'larmidi? Yo'q, ayni damda ta'lim har doimgidan ham muhimroq. U shunchaki eskirgan xolos. Mo'rning qonunini bilasiz. Unga ko'ra ma'lumot har 18 oyda 2 barobar ko'payadi. Demak, 18 oyda barcha narsa eskirgan bo'ladi. Bu yaqinda aniqlangan narsa. Siz maktabni bitirib chiqqaningizda g'oyalaringiz allaqachon eskirgan bo'ladi. Mening o'zim ham qarib qolgan insonman. Men Garvardda o'qiganman. U yerda birga o'qigan do'stlarim bilan ko'rishsam, qancha vaqt bo'ldi bitirganimizga? 50 yilmi deb so'rab qo'yaman. Bugungi kunda banklar manfaatlaringizni saqlab qolish uchun sizdan xizmat haqi so'rashadi. Boshqacha qilib aytganda, banklar pulingizni istashmaydi, chunki haddan ziyod pul bosib chiqarilmoqda. Shu sababli ham yer mulki va bozorda foyda mavjud. Odamlar pul to'plashga urinishi esa xato. Pul to'plovchilar va naqd pul asrovchilar noto'g'ri qilishadi. Odamlar men katta maosh to'laydigan ish bajarishni istayman deyishadi. Biroq bu qarash eskirdi. Qarzlardan qutulish haqida o'ylash eskirgan. Siz qarzlardan qanday qilib foydalanishni va bu orqali boyishni o'rganadigan payt keldi. Maktabda sizni soliqlar haqida o'qitishmaydi. 1% odamlari yuqorilab qolgan 99% pasayib ketayotganining sababi shundaki, pul bosmadan chiqarilsa ikki narsa sodir bo'ladi. Inflyatsiya va soliqlar. Bular odamlarni qashshoqlashtiryapti. Men biznes boshlab katta pul ishlashim kerak deydigan tadbirkor ayni damdagi o'zgarishlardan boxabar bo'lishi kerak. Biznesmenlar esa bu ishni qilishmayapti. Amerikadagi kichik biznes egalari soni 28 millionni tashkil etadi va ularning 24 millioni yakka shaxs biznesmenlardir. Ular boshqaruvchi bo'lmagan biznesmenlar deb ataladi. Odamlar tadbirkorlik nima ekanligini tushunishmasa, shu narsa sodir bo'ladi. Ya'ni ko'pchilik o'z-o'zini ish bilan ta'minlagan, ammo ularni biznesmen deb atab bo'lmaydi. O'z-o'zini ish bilan ta'minlaganlar eng katta soliqlarni to'lashadi va hech kim ularni bundan xabardor qilib qo'ymaydi. Tadbirkorlik ruhi degan gap bor. Yomon iqtisodning o'zi bo'lmaydi. Bizlarning barchamizda, sizda, menda tashqi iqtisod mavjud, ammo bundan tashqari barchamizning ichki iqtisodimiz ham mavjud. Uni o'zgartirishga qodir iroda ham mavjud. O'zimizdan misol qilsam, men yaxshi va yomonni ko'rishim mumkin, ammo menga buning farqi yo'q. Chunki men har qanday holatda ham boyiyman. Biroq
Kambag'al ichki iqtisodga, salbiy dunyoqarashga ega inson faqat yomonlik ko'radi. Chunki ular har qanday iqtisod shaklida qanday qilib mablag' topish mumkinligini bilishmaydi. O'rta qatlam insonlarning ham o'ziga xos iqtisod shakli bor. Ular xohlaydigan narsa bu uy, muntazam maosh va ish va mashina. Ulardan ishini tortib olsangiz, ular hech narsasiz qolishadi. Biznesmenda ishning o'zi mavjud bo'lmagani uchun bunday muammo uchramaydi. Balki Foller menga o'rgatgan narsani odamlarga doimo uqtirib kelaman. Har doim tanganing ikki tomoni bo'ladi. Moliyaviy hayotingiz yomon bo'lsa, demak sizning iqtisodiy rejalaringiz yomon. Agar muntazam ish juda ham muhim deb hisoblasangiz, ishsiz qolishingiz mumkin. Ichki iqtisodingiz tashqi iqtisodga dosh bera olmay qolishi mumkin. O'zingiz boshqara oladigan va boshqara olmaydigan narsalarmi? Ha, o'zingizning qo'lingizda bo'lgan ichki iqtisod va tashqi iqtisod. Haqiqiy biznesmenda ichki iroda bo'lish kerak. Bunday biznesmenlar omadsizlikka uchrasa, yaxshi bo'ldi. Men endi oldingidan ham balandroqqa ko'tarilishga harakat qilaman deydi. O'rtacha odamlar muvaffaqiyatsizlikka uchrasa, ular tushkunlikka tushib qolishi mumkin. Ba'zilar xatolar hech qanday ahamiyatga ega emas deb hisoblashi mumkin, ammo ular katta ahamiyatga ega. Ular siz bilmagan narsalarni sizga ko'rsatishadi. Asl tadbirkor o'sish davrida ham, pasayish davrida ham harakatdan to'xtamaydi. Ularning ishi orqaga ketishi mumkin, ammo keyinchalik yanada yuqoriga ko'tariladi. Ular bilan nima sodir bo'lishidan qat'iy nazar, ular natijada kuchliroq, yaxshiroq, aqlliroq va baxtliroq bo'lib borishadi. Ammo zaif dunyoqarashga ega inson doimo qo'rquvda va har safar u qo'rqqan narsa sodir bo'ladi. Ishini yo'qotishdan xavfsiraydigan odamlar bir kun kelib ishlarini yo'qotishadi. Shundaymi? Shunaqa, barchasi o'z ichimizda. Ha, shu sababli ham tadbirkorlarning asosiy vazifasi tashqi jarayonlarni emas, ichki dunyosini boshqarishdir. Maosh olgan paytingizdayoq siz ishchiga aylanasiz. Siz bundan ko'ra kuchliroq bo'lishingiz kerak. Ichki olamda nazorat o'rnatmoq lozim. Matnni Jasur Rahmon o'qidi. Nurli media mahsuloti. Bizdan uzoqlashmang.